Assalomu alaykum. Pro1 YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan TP-Link brendining yana video kamerasini, ya'ni Insight C345Zi modelini ko'rib chiqamiz. Ushbu kameramiz ko'cha qismi uchun qo'yishga mo'ljallangan bo'ladi. Kameramiz 4 megapikselda. Ushbu kameramizni odatiy kameralardan farqi, bu kameramizni linzasi motorizovanный bo'ladi, ya'ni varifokalniy kamera deyiladi. Bu qanaqa ishlaydi desangiz, linzasi 207 mm dan 13.5 mm gacha borib keladi. Bu nimani beradi bizga? Ya'ni uzoqdagi narsani ham telefondan yoki video registratorga ulab ko'rayotganimizda yaqinlashtirish imkoniyatini beradi. Misol uchun 30-40 metr, 50-100 metrgacha bo'lgan uzoqlikdagi obyektni yaqinlashtirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana videoda oxirida bu videodan lavhalarni qo'yib yuboramiz. Videoda oxirigacha ko'ring. Like bosing, videoda kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldirishim esdan chiqmasin. Asosiy bu kameramizning funksiyalari harakat detektori bo'ladi, ovoz ochish funksiyasi bo'ladi, kunduz svetnoy, tunda esa oq-qora tasvirda olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Odam bilan mashinani farqlash funksiyasi bor. Aqlli harakat detektori mavjud va True VDR funksiyalari ham mavjud va issiqdan, changdan, suvdan himoyalangan bo'ladi. Bemalol ko'chaga qo'yishingiz bo'ladi va 5 karra optik zoomi ham bo'ladi. Hozir kamerani yaqinroqdan yana bir qator ko'rib chiqamiz va mana bu yerda kamerani xususiyatlari barchasi keltirib o'tilgan bo'ladi. Kameramiz mana o'rnatib olganmiz tashqariga. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda mikrofoni joylashgan, 4 mm da 25 ta kadr sekundda videoga oladi. Korpusi metalldan bo'ladi, ancha baquvvat. Ko'chaga bemalol o'rnatib qo'yishingiz bo'ladi. Tashqi omillardan ham himoyalangan bo'ladi. Va mana bu pastida xotira kartasi uchun joy ham mo'ljallangan. 256 GB gacha xotira kartasini qo'llab-quvvatlaydi. Mana bu yerda Ethernet kabel uchun maxsus joyi, 12 volt pitaniya uchun va audio vyhodlari va signalizatsiyani vyhodlari mavjud. Bu kameramiz bemalol hovli uchun va turli xil korxonalar uchun bemalol o'rnatib qo'ysa bo'ladi va baland binolardan yoki katta obyektlar uchun juda ham qo'l keladi bu kameramiz. Kameramizga rasman 1 yil kafolat beriladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham mavjud. Hozir videoda oxirida qanday tasvirga olishini ham bir qator ko'rib chiqamiz. Kanalga obuna bo'linglar. Videoda kamera o'rnatmoqchi bo'lgan yaqin do'stlaringga, tanishlaringga bemalol jo'natib qo'yishlari mumkin. Salomat bo'linglar.